Men bitta narsadan rostdan aytsam xafa bo'lib ketdim. Mana shunaqangi arzon, sifatli, tez bitadigan uylarni reklama qilib, o'zimiz qilib beramiz deb video qo'ysam, ko'pchilik yozyapti, arzimaydi, sifatsiz. Amerika, Yevropalar 30, 40, 50 yil oldin mana shu sistemaga o'tib ketgan. Hech kim oldingidaqa g'ishquri quyib yoki tom yopib, rombos qilmay qo'yishgan. Agar bu texnologiya yaxshi bo'lmaganda, butun rivojlangan dunyo bo'yicha davlatlar mana shu sistemaga o'tgan bo'larmidi? O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Bu biz sizlarga elektromobil taklif qilyapmiz. Sizlar hali ham Jiguli zo'r, baquvvat, temir mustahkam 20 yil, 30 yillar xizmat qilaveradi degan fikr aytyapsizlar-da. BYD yoki Li unaqangi mashinalarni solishtirib bo'lmaydi-ku. Tez, sifatli va arzon. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz xalqimiz mana shu uyga ketadigan mablag'ini tejab, farzandlarini o'qishga sarflasin. Yillar chet ellarda ishlamasin, uy quraman deb. Shundoq 10 kun, 15 kun ichida qurib beramiz, kirib yashasin, bemalol foydalansin. Qolgan vaqtini farzandlari bilan oilasini o'tkazishga sarflasin. Agar mana shunaqa fikrimga qo'shilsanglar, podpisatsiya qilib, like bosib, shu videoni tarqatishga yordam beringlar.